Ey Durdon, ne telefonlarimga javob bermayapsan? Imron aka, siz bilan shuncha yil birga ijod qildik. Siz ham uylandingiz. Ortiqcha gap so'z bo'lyapti. Bilasan-u seni boshqacha hurmat qilishimni. Hayotimiz o'z yo'liga, ijod ham o'z yo'lida ketaveradi. Menga negativ kerak emas. Ertaga men ham turmushga chiqadigan qizman. Ijodingizga omad. Baxtli bo'ling. Ro'paramda jim turib, sevgimni aytsam kulib, asta yuzlarin burib, yondirdi-yu ketdi-da, xayollarimni olib, ichimga olov solib, o'zini ham qizg'onib, kuydirdi-yu ketdi-da. Ey, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt qushiday bir kelib bir ketdi-da, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor vaydod qo'ldan chiqib ketdi-da. Gapimga quloq solmay, bergan gulimni olmay, balki menga ishonmay, yondirdi-yu ketdi-da. Kelsammi o'zim borib, undan bir xabar olib, yuragim yomon yonib, ichim qurib ketdi-da. Ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt qushiday bir kelib bir ketdi-da, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor vaydod qo'ldan chiqib ketdi-da. Siz bugun o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Marhamat, o'zingiz sevgan qo'shiqni bizga buyurtma qilishingiz mumkin. Menga xonanda Imronni "Seni bugun ko'rmasam bo'lmas" qo'shig'ini qo'yib bersangiz, iltimos. Men Imronni ashaddiy muxlisasiman. Ayniqsa Durdona Qurbonova bilan o'ynagan rollari juda ham yoqadi. Ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt qushiday bir kelib bir ketdi-da, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor vaydod. Ey, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt qushiday bir kelib bir ketdi-da, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor vaydod qo'ldan chiqib ketdi-da. Men ismim Durdona. Yoshim 22 da. Meni ham klipga olasizlar?